Hammaga salom do'stlar. Bugun biz Qasoskorlar 5 filmining 4 ta teaserini tahlil qilamiz. To'rning qizi aslida kim? Neymar nimadan bunchalik qo'rqib ketdi? Va teaser yakunidagi taymerda qanday sir yashiringan? Ortiqcha so'zsiz birinchi teaserdan boshlaymiz. Bu teaserda Kapitan Amerikaning bolali bo'lgani ko'rsatildi. Stevening filmda qatnashishi suratga olish maydonchasida uning uyi ko'rsatilgandayoq ma'lum bo'lganda, ammo xabarlarga ko'ra Loki va Doktor Doom ham o'sha sahnada bo'lishadi. Ya'ni Doktor Doom negadir Stevening uyiga borgan. Negaligi tushunarsiz, ammo ba'zi taxminlarga ko'ra Stevening vaqtlararo sayohati sababli Doktor Doomning arpasi xom o'rilgan va Doom undan qasos olmoqchi. Endi qasoskorsan. Tabriklayman. Boshqa taxminga ko'ra Doktor Doom Stevening bolasini o'g'irlagani kelgan. Yodingizda bo'lsa, Fantastik to'rtlik filmida u Franklinni ham o'g'irlamoqchi edi. Buning ustiga keyingi teaserda bizga Thor va uning qizi ko'rsatilgan. Shu sababli Doom katta kuchga ega bolalarini o'g'irlayapti degan taxmin paydo bo'ldi. Ammo men bu taxminga umuman qo'shilmayman. Nega bu taxminni noto'g'ri deb hisoblashimni keyin aytaman. Nima bo'lganda ham Marvel studiosi Steveni qaytarishganidan juda xursandman. Nihoyat Kevin Feige tushunib yetibdi. Qasoskorlar filmi Kapitan Amerikasiz bo'lishi mumkin emas, ammo afsuski birinchi teaserda bitta ham so'z ishlatilmagan. Eng kam ma'lumot berilgan teaser shu bo'ldi. Ikkinchi teaser ancha qiziq va u Thor haqida. Ko'rinib turibdiki, Akukurosolar uni yana cheksizlik jangidagi ko'rinishiga qaytarishgan. Ya'ni Thor Stormbreaker bilan Vakandaga kelganida xuddi shunaqa ko'rinishda edi. Ammo yaxshilab e'tibor bersangiz bitta farq bor. O'zingiz farqni topishingiz uchun 5 soniya beraman. Thorning yengi yo'q va u bekorga emas. Bu shunchaki Chris Hemsworthning mushaklarini ko'rsatish uchun emas. Buning muhimroq sababi bor. Gap shundaki, komiksda maxfiy urushlar boshlanishidan sal oldin Beyonder deb nomlanuvchi juda kuchli mavjudotlardan bittasi Thor bilan jang qilgan va uning bitta qo'lini uzib olgan. Filmda ham xuddi shunday bo'lishi mumkin. O'ylab ko'ring. Qasoskorlar 5 filmi ham maxfiy urushlar filmidan sal oldin bo'lib o'tyapti. Xuddi komiksdagi kabi. Agar Thor yengli kiyim kiyganida uni qo'lini uzib olishgani unchalik yaxshi ko'rmagan bo'lardi. Yengsiz kiyimda esa bu sahna ancha yaxshi ko'rinadi. Albatta men filmda Beyonderlarni ko'rsatishadi deb o'ylamayman, ammo uni boshqa yo'z bilan almashtirish mumkin. Masalan, Kang bilan. Thorning yengi haqida ancha gapirdik. Endi uning so'zlariga e'tibor qaratamiz. Yodingizdami? Men Doktor Doom bolalarini o'g'irlayotganiga ishonmayman degandim. Hozir negaligini aytaman. Thor Odinga murojaat qilyapti va o'z qizining yoniga qaytishi uchun yordam so'rayapti. E'tibor bering, qizini qaytarish uchun emas, qizining yoniga qaytish uchun. Ya'ni Thor qaytish kerak, qizi emas. Ya'ni qizni hech kim o'g'irlab ketmagan. Aksincha, Thor qanaqadir borsa kelmas joyga tushib qolgan va endi uyga qayta olmayapti. Shunday ekan, Doktor Doom bolalarini o'g'irlayotgani haqidagi taxmin noto'g'ri bo'lib chiqdi. Buning ustiga Doktor Doomga yosh bolalarini o'g'irlash yarashmaydi ham. Steve Rogersning bolasida esa hech qanaqa kosmik kuch yo'q. Endi esa Thorning qayerga tushib qolgani haqida o'ylaymiz. Bu qandaydir o'rmon va undagi daraxtlar yer sayyorasidagi bilan bir xil. Thor o'z qizini ko'rishni istayapti, ammo negadir uning yoniga borib kela olmaydi. Bu juda g'alati, chunki Stormbreaker koinotning istalgan nuqtasiga bir zumda borish imkonini beradi. Shunda ham Thor qizini ko'rib kela olmasa, demak Thor boshqa olamga tushib qolgan. Katta ehtimol bilan bu X odamlar maktabi yonidagi o'rmon. Keyingi teaserda esa biz X odamlar va Sentinellarning jangini ko'rdik. Ha, mana bu oyoqlar Sentinellarga tegishli. Ularni biz X odamlar multserialida ham ko'rgandik. Afsuski bu hech qanaqa Galactus yoki chimol odam emas. Sentinellarning mutantlar maktabiga hujum qilishi ham suratga olish maydonchasidagi suratlardan ma'lum edi. Siklopning alam bilan baqirishiga qaraganda esa u o'ziga yaqin bo'lgan kimnidir yo'qotgan. Men avvaliga Jean Grey haqida o'ylagandim, ammo keyinchalik Professor X xayolimga keldi. Teaserda biz Professor X va Magnetoning birga o'tirishganini ko'rdik va menda shunday hissiyot paydo bo'ldiki, go'yoki biz ularni so'nggi marta ko'rayotgandek. Aktyorlar ancha qarib qolishgan va ular ijrosidagi personajlarni endi ko'rmasak kerak. Ular uchun qiyomat kuni yetib keldi. Nihoyat 4-teaserga keldik va bu sahnada nimadir yetishmayotgandek tuyulmayaptimi? Dengiz qayoqqa ketdi? Talakan suv ostida bo'lishi kerak edi, lekin qani suv? Go'yoki butun dengiz qurib qolganga o'xshaydi. Lekin nima butun boshli okean suvni yo'q qilishi mumkin? Bu menga Kapitan Marvel 2 filmidagi bitta sahnani eslatyapti. Ya'ni portal ochilib dengiz suvni tortib ketgan sahnani. Ichki ovozim shunga o'xshash holat bu yerda ham takrorlanadi deyapti. Ammo adashayotgan bo'lishim ham mumkin. Balki dengizni Momaqaldiroqlar filmidagi bo'shlik quritgandir. Chunki bu filmda ham yana bo'shliqni ozod qiladi degan mish-mish anchadan buyon yuribdi. Neymar shu
paytda negadir tepaga qarayapti. E'tibor bering, hamma talakonliklar kabi Nemr ham qo'rquvda. Avvalgi filmdan bilamizki, bu bolani qo'rqitish oson ish emas. Demak, tepada qandaydir juda qo'rqinchli nimadir turibdi. Shurining so'zlari ham shunga ishora qilyapti. The king has his duties to prepare our people for the afterlife. Qirol o'z odamlarini o'limga tayyorlashi kerak. Ya'ni Shuri talakon aholisini endi qutqarib bo'lmasligini aytayapti. Endi Nemr o'z xalqini o'limga tayyorlashi kerak. Shunday ekan Nemrga juda qiyin bo'ladi. Aytgandek, Nemrning kiyimiga e'tibor bering. Bu maxfiy urushlar komiksdagi Nemrning kiyimiga juda o'xshash. Menimcha yoqasi salgina katta, ammo avvalgi kiyimidan ancha yaxshi. Uyat bo'lmas ishton kiymay yursa ham, qoychon bo'lib chopib yurgan to'ng bola. Mayli, endi hazilni yig'ishtiramiz. Menda jiddiy taxmin paydo bo'ldi. 4:30 tunda o'z qizining yoniga kelgan sahnaga e'tibor bering. Balki menga shunday tuyulayotgandir, ammo menimcha qizchaning holati unchalik yaxshi emas. Xuddi kasal bo'lib qolgandek. Aynan shu sababli 4:30 tunda qizidan xabar olyapti. Hammamiz Thorning qizini sevgi deb atasak ham, aslida u komikslardagi Enigma nomli personajga juda o'xshaydi. Enigma bu abadiyatning kuchidan yaralgan kosmik mavjudot, xuddi Thorning qizi kabi. Endi esa bu qizchaning suvdagi aksiga qarang. Bu ikkisi qanchalik o'xshash. Komiksda maxfiy urushlar boshlanishidan oldin multiolamlar muvozanati buzilgan va Enigma buni his qilgan. Multiolam vayron bo'lgani sari Enigmaning ahvoli og'irlashib borgan. Agar hammasi shunday davom etsa, Enigma halok bo'lishi aytilgan. Thorning qizi bu aslida Enigma. U multiolam vayron bo'layotganini sezyapti va uning ham ahvoli yomonlashyapti. Bilasizmi, multiolam yo'q qilinganda ham odamlar uchun omon qolish yo'llari ko'p. Thor ham shu yo'l orqali qutulib qolishi mumkin. Ammo Thorning qizi uchun bunday yo'l yo'q. Multiolam o'lsa, qizi ham o'ladi. Shunday ekan, Thor endi o'lsa o'ladiki, multiolam yo'q qilinishiga yo'l qo'ymaydi. Boshqacha aytganda, bu unga qo'shimcha motivatsiya beradi va biz Thorning kuch bo'yicha eng katta natijalarini shu filmda ko'rishimiz mumkin. Bu mening taxminim. Siz nima deb o'ylaysiz? Thorning qizi chindan ham aslida Enigmami? Chindan ham Thorning qo'lini uzib olishadimi? Thor tirik qoladimi? Fikringizni kommentariyada kutaman. Iloji bo'lsa, bu 4 ta tizerdan qaysi biri sizga ko'proq yoqqanini ham yozib keting. Yana iloji bo'lsa, Doktor Doom bolalarini o'g'irlayotgani haqidagi taxminga o'z munosabatingizni yozing. Chunki shaxsan men bu taxminga ishonmayman. Chunki Doom hali Franklinni ham aniq o'g'irlagani yo'q. Olib qochib ketganini ko'rmadik-ku. Qayerdan bilamiz? Balki salomlashgani kelgandir. Xullas, tuhmat qilishdan qo'rqaman. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.